O'tgan darsimizda figuralar bilan ishladik. Bu darsimizda esa diagrammalar va smart artlar, word artlar bilan ishlab ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshida bitta jadval qilib olgandik. Mana 5-jadval bo'lsa, mana shunga smart art qilamiz. Mana buni belgilab, keyin vставкаga kirib, mana shu plantasini tanlab qilib olsak, mana endi bu narsa bo'ldi. Bu narsani qilganimizda ham ko'rgan bo'lsangiz, bizga konstruktor degan oyna ochyapti. Bundan biza qo'shimcha element qo'shsak, maketini o'zgartirsak, svetlarini rangini o'zgartirib chiqsak, mana har xil qilib yoki bo'lmasam mana bu joyda bunaqa svet qilib turish ko'rinish narsalarni o'zgartirsak, formatga kirib esa yana qo'shimcha ma'lumotlar qo'shsak bo'ladi. Muammosi yo'q. Endi yozuvlar ustida amallarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Mana misol yozuvimizda bor bizada word art bor ko'rganmiz. Text ichida mana word artimiz bor. Xohlaganimizga qo'ysak bo'ladi. Mana word art. Mana shunaqa word artlar qo'yib, yozuvlar qilib, buni ham format ochilyapti. Bemalol ustida ishlab ma'lumotlar almashsak bo'ladi.